Brand awareness bilan brand attitude nima farqi bor? Yaxshi savol. Buni tomoshabinlarga tushuntirib berish uchun sal aniq inglizcha emas, o'zbekcha aytamiz. Brend taniqliligi hamda brend munosabatida nima farq bo'ladi? Ya'ni odatda marketologlar shu atamalarni ko'p ishlatishadi. Brend taniqliligi bu har doim ham savdo baland bo'ladi degani emas. Masalan, degan soklar bor. Siz farzandingizga olib ichirasizmi shu sokni? Juda ko'pchilik men o'ylaymanki, mana shu vatandoshlarimiz shu soklarni ichib ko'rib, menimcha bu brenddan boshqa olmaydigan ahvolga kelishdi. Brendni har doim ham uznavayimsi uni yaxshi savdo bo'layotganidan dalolat qilmaydi. Ya'ni balki brendga bo'lgan munosabat haqida biz ko'proq qayg'urishimiz kerak. Brendga bo'lgan munosabat qachon yaxshi shakllanadi desangiz, siz bozorga berayotgan va'dangiz, o'sha pozitsiyonirangizni mustahkam turib bera olsangiz, uzoq vaqtlar mobaynida odamlar o'sha holatga tushganda sizni brendingizni xarid qilaverishadi. Odatda o'shanda yaxshiroq munosabatlar quriladi. Juda ko'pchilik o'ylaydiki, men deydi aksiyalar qilaman deydi, mendan sok olganga deydi, mashina beraman deydi, uy beraman deydi. Kerak emas. Siz shunchaki yaxshi mahsulot ishlab chiqaring. Aynan O'zbekiston bozor haqida gapiryapman. Siz shunchaki yaxshi, sifatli mahsulot ishlab chiqaring, uni yaxshi distributsiyani yo'lga qo'ying, sizni savdoyingiz uzoq yillar mobaynida shunaqa aksiyalarsiz ham o'zi yaxshi bo'lib ketaveradi. O'zingiz bergan va'dalaringiz ustidan turing. Ya'ni men sifatli sok ishlab chiqazaman dedingizmi? Sifatli sok ishlab chiqaring. Uzoq vaqt mobaynida odamlar sizni brendingizga nisbatan juda yaxshi, iliq munosabatlar shakllanadi va avtomatik sizni savdo yaxshilanaveradi. Masalan, dunyo shaxslarida ham xuddi shunaqada. Gitlerni juda ko'pchilik taniydi. Lekin men o'ylaymanki, bir atrofimizda bunaqa odam yo'q. Qaniydi, agar zamon orqaga qaytarilsa, men Gitler bilan suhbatlashaman degan odam yo'q. Naborot, undan ancha mashhurlik kam bo'lgan, ya'ni faqat o'zbeklarni yoki men bu o'zimdan mintaqada mashhur bo'lgan Alisher Navoiy bilan ko'rishmoqchi bo'lgan odamlarning soni, men o'ylaymanki, anchagina ko'p, chem Gitler bilan ko'rishishni xohlaydigan odamlarga qaraganda. Ya'ni Gitler mashhurroq, lekin odamlar unga nisbatan munosabati anchagina negativ. Alisher Navoiy unga nisbatan iliq munosabatda bo'lgan odamlar talaygina. Bu ham xuddi shunaqa narsa. Ya'ni gap faqatgina zo'r uznavayimlik bo'lib ketish emas-da. Siz agar haqiqatan ham brendni awarenessida baland bo'lsa, brend attitude baland bo'lsa, bu zo'r. Lekin faqatgina brend awareness bu yaxshi savdo yechimi degani emas. Ko'proq biz harakat qilishimiz kerak, brend va iste'molchi o'rtasida yaxshi munosabat qurishga.